Qonunchilikda tomonlar o'z vajlarini yetarli dalillar bilan isbotlab berishi shartligi belgilangan. Ya'ni bu xoh fuqarolik, xoh iqtisodiy yoki ma'muriy ishlar bilan bog'liq bo'lishidan qat'iy nazar tomonlar o'z vajlarini dalillar bilan isbotlab berishi lozimligi belgilangan. Endi dalillar sifatida ko'pincha holatlarda o'sha audio, video yozuvlar yoki boshqa yozishmalardan tashqari ushbu dalillar ham inobatga olinishi nazarda tutilgan va ko'pchilik o'z vajlarini isbotlashda telefon so'zlashuvlari orqali amalga oshirilgan so'zlashuvlarni dalil sifatida keltirib, ushbu dalillar orqali o'z vajlarini isbotlashga urinishadi. Ko'pchilik o'ylaydiki, o'z so'zlashuvlari, ya'ni telefon orqali amalga oshiriladigan so'zlashuvlari o'sha kompaniya orqali so'rov yuborilib, uni yozishmalarini olish mumkin deb o'ylaydi va ushbu yozishmalarni olib, o'sha o'z vajlarini isbotlashga urinishadi. Ammo telefon so'zlashuvlarini yozib olish va ular orqali o'tkaziladigan ma'lumotlarni olish to'g'risida Jinoyat protsessual kodeksida asosiy talablar belgilangan, ya'ni u protsessual tartib sifatida belgilangan tartib asosida amalga oshiriladi. Va ko'pchilik oddiy bir oilaviy nizolar yoki pul oldi berilishi yoki tuhmat, haqorat, telefon so'zlashuvlarida bo'ladigan janjallar, shu kabi so'zlashuvlarni o'z vajlarini isbotlash uchun ham ushbu telefon so'zlashuvlarini yozib olish yoki ular orqali ma'lumotlarni olishga urinishadi. Aslida esa bu mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Telefon so'zlashuvlari qachon yozib olinadi va ma'lumotlar dalil sifatida inobatga olinadi? Bu Jinoyat protsessual kodeksda belgilangan va unda aytaylik, jinoyat ishi uchun ahamiyatga molik bo'lgan dalillarni telefon so'zlashuvlari orqali olish mumkin degan yetarli dalillar bo'ladigan bo'lsa, o'shandagina sud tomonidan ajrim chiqariladi va sud ruxsat bergandan keyin sizni telefoningiz orqali olib borilayotgan so'zlashuvlar yozib boriladi va o'shanda aniqlangan yozishmalarga so'zlashuvlar dalil sifatida sudda inobatga olinishi mumkin. Ammo sizning so'zlashuvlaringiz xizmat ko'rsatuvchi mobil operatorlar tomonidan hech qanaqasiga yozib olinmaydi va ularda saqlanmaydi. Ularda faqatgina ma'lumot bo'lishi mumkin, telefon raqami orqali, qaysi telefon raqamlari orqali gaplashilgan va qancha gaplashilgan. Ammo nima to'g'risida gap borganligi, yozishmalar, so'zlashmalarni ular taqdim qilib bera olmaydi va ularda saqlanmaydi. Va buni, ya'ni telefon so'zlashuvlarini yozib olish mobil operatorlar orqali emas, uni vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi va siz kompaniyaga borib so'zlashuvlarni yozib olingan so'zlashuvlarni olishni so'rashingiz bu mutlaqo noto'g'ri va xato hisoblanadi. Bundan tashqari, aytaylik, 1 oy yoki 2 oy oldin telefon so'zlashuvlari orqali qanaqangidir masala pul oldi berdisi bilan bog'liq nizo kelib chiqqan va o'sha so'zlashuvlarni siz davlat organlari yoki mobil operatorlardan talab qilishingiz ham mutlaqo xato. Telefon so'zlashuvlari qachonki sud ajrim chiqarilgandan keyin yozib olish boshlanadi, ya'ni u 6 oy davom etadi. O'sha 6 oy davomida sizning so'zlashuvlaringiz eshitib boriladi va dalil sifatida inobatga olinadi. Lekin siz ajrim chiqarishdan oldin gaplashgan yoki so'zlashgan so'zlashuvlaringiz ular yozib olinmaydi va eshitilmaydi. Va bu holatda siz ushbu dalillarni davlat organlari yoki mobil operatordan talab qilib ola olmaysiz. Va o'z navbatida siz ushbu so'zlashuvlarni istagan masalani hal qilish uchun ham foydalana olmaysiz. Qachonki o'sha jinoyat ishi uchun ahamiyatga bo'lgan moliy dalillarni olish uchun faktlar bo'ladigan bo'lsa, o'shandagina telefon so'zlashuvlari eshitiladi. Boshqa holatda u narsani iloji yo'q. Agarda sizga ham xuddi shu va shunga o'xshash masalalar, jinoyat yoki fuqarolik, iqtisodiy masalalar bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.